nimadan iborat? Bugungi e'tibor beradigan jihatimiz bolalarda quloq og'rishi mana shu kunlarda, ya'ni sentyabr oyini oxirida bolalarda quloq og'rishi ko'payishi. Nima sababdan bo'lishi mumkin? Nimadan vujudga bolamga deydi antibiotik beryapman, baribir kechasi quloq og'rib chiqdi. Sabab, ya'ni tungi havoni tushib ketishi uylarni zaharlashiga sabab bo'ladi. Bolani oyog'i zaharlayapti. Buna holatda nima qanaqa yechim bor? Arzonroq yechim bor. Vannalar, ya'ni o'zimiz tomonidan unutilgan vannalar, garchishlikli vannalarni ishlatishni tavsiya qilgan bo'lardim. Ya'ni kun davomida kechga yaqin bola o'zini krossovkasida yuribdi, oyog'i tellayapti, muzlayapti va bundan tashqari uyda yurganda ham uyi qol qismi muzlayapti. Bu o'z navbatida bolaning shamollashishini, davomiyligini uzayishiga sababchilardan bittasi bu oyoqdan zax o'tgandan keyin va natijada burun oqishiga sababchilardan bittasi bo'ladi. Buni yechimi oddiy garchishlikli vanna. Bitta no tomoni, ya'ni qaysi tomondan iborat? U ham bo'lsa, kechqurun uxlashdan oldin. Ya'ni bolaga o'sha 43 gradusli vanna suvida oyoq solinadi. Termometringiz bo'lmasa, o'sha oyoqni qamallatganda kuydiradigan bo'ladi. Qamallatmasa issig'ligi sezilmaydi. Yeyiladigan garchishlikdan yoki garchishlik parashogidan foydalanishimiz mumkin. Har xil garchishliklarning turi bor. Mana shulardan biz foydalanishimiz mumkin. Xantal kukunidan va uni o'sha solib turib, oyog'ini solganimizdan keyin 15 minut davomida oyog'ini chiqargandan keyin oyog'ini quruq qilib artamiz va bola shu o'rniga ochish kerak. Usti ochilib qolishi kerak emas. Mana shu narsaga e'tiborli bo'lasiz. Shu kunlarda mana shu narsa zarur. Zarur deb bilamiz. Shu shamollayotgan bolaga, oyoqdan zax o'tib ketayotgan bolaga, burni oqayotgan bolaga, bo'g'ilish kuzatilayotgan bolaga, tana harorati baland bo'lmasa, mana shu narsani tavsiya qilgan bo'lardim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.